Salom. Ushbu videoda ozim foydalanadigan va menga yoqadigan 3 ta broker haqida gapiraman. Uchinchisidan boshlaymiz. 3-o'rinda RoboForex brokeri. Bu mening birinchi brokerlarimdan biri bo'lib, u yerda men forex bozorini o'rgandim. Robotlarimni ishga tushira boshladim va bu menga katta tajriba berdi. Menga bu broker yoqadi. Ehtimol men unga ko'nikib qolganim uchun va u juda qulay interfeysga ega. Bundan tashqari, aynan shu broker orqali siz istalgan trader bilan bog'lanishingiz mumkin. Bu funksiya nusxa ko'chirish savdosi deb ataladi. Trader savdo qiladi, siz uning ishini avtonusxalaysiz. Bitim foyda bersa, siz ham foyda olasiz. Brokerning yana bir ustunligi, unda sentlik hisob bor. Yangi boshlovchi bo'lsangiz va pulingiz kam bo'lsa, bu juda qulay. Forexga katta sarmoya bilan kirishni maslahat bermayman, chunki boshida xatolar ko'p bo'ladi. Lekin bu brokerda sent hisobi kabi tushuncha mavjud. Sentlik hisob bu katta pulni oz miqdorda sinab ko'rish imkoniyati. Tasavvur qiling, sizda $20 bor. Forexga $20 bilan kirish qiyin, shundaymi? Ammo sent hisobi orqali bu mablag'ni $2000 dek ishlatib, to'liq savdo qilsa bo'ladi. Odatda deyarli barcha yangi boshlovchilar depozitini yo'qotadi. Sizda albatta katta pul yo'qotish xavfi kamroq bo'ladi. Botlardan foydalanuvchilarda MetaTrader 4 va MetaTrader 5 ni o'rnatish imkoniyati mavjud. Shuningdek, ular ajoyib serverlariga va juda ko'p sonli savdo vositalarini taklif qiluvchi ozlarning StockTrader platformasiga ega. Lekin keling, kamchiliklari haqida ham gapiraylik. Va menimcha, bu brokerning asosiy kamchiligi shundaki, uni hamma mamlakatlar ham qo'llab-quvvatlamaydi. Keling, davom etamiz. Men 2-o'rinni Hnes brokeriga beraman. 2023-yilda Hnes oylik savdo aylanmasi bo'yicha $4 trillion chegaradan oshib, dunyodagi eng yirik brokeriga aylandi. Tasavvur qiling, $4 trillion. Buni tasavvur qilish uchun, bu dunyoning aksariyat mamlakatlarining yillik yalpi ichki mahsulotidan ko'proq. Ushbu brokerning 98 mamlakatdan 2000 dan ortiq xodimi bor. Bu forex brokerlarining eng xalqaro jamoalaridan biri. Juda ko'p litsenziyalarga ega bo'lgan broker va men ushbu broker haqida alohida video yozib oldim. Shunday qilib, agar qiziqsangiz, kirib ko'rishingiz mumkin. Hnes shuningdek MetaTrader 4, MetaTrader 5 ni qo'llab-quvvatlaydi va o'z dasturiga ega. Ushbu dastur juda qulay. Hatto men ham Mut5 da doimiy ravishda savdo qiladigan va bunga allaqachon o'rganib qolgan bo'lsam ham, hech narsa meni ajablantirmaydi deb o'ylagandim. Lekin menga bu ilova juda yoqdi. Ushbu brokerning yagona salbiy tomoni shundaki, agar siz Rossiya Federatsiyasi fuqarosi bo'lsangiz, u bilan savdo qila olmaysiz. Birinchi o'rinda Fpro brokeri turadi. Ushbu broker 20 yildan ortiq vaqtdan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Kompaniya tarixi 2000 yillarning boshlarida boshlangan. Bu forex sanoati uchun juda uzoq vaqt. Bu vaqt ichida ko'plab brokerlar shunchaki paydo bo'ldi va yo'q bo'lib ketdi, ammo Fpro brokeri hali ham ishlamoqda. Bir o'ylab ko'ring, bu broker 1 milliarddan ortiq buyurtmalarni bajargan va o'rtacha bajarish tezligi 8 millisekunddan kam. Taqqoslash uchun, ko'zimizni yumib yumish uchun 300 dan 400 millisekundgacha vaqt ketadi. Endi tasavvur qiling, buyurtmani 8 millisekundda bajarish. Fpro 170 dan ortiq mamlakatlarga xizmat ko'rsatadi. 170 mamlakat. Bozordagi eng xalqaro brokerlardan biri, mijozlari deyarli butun dunyoda joylashgan. Bu vaqt ichida kompaniya 140 dan ortiq mukofotlarga sazovor bo'ldi. Broker bir vaqtning o'zida bir nechta platformalarga ega. Bu Mut4, Mut5, BootStrader bu o'ziga xos, ayni paytda qulay ilova. Ushbu dasturda 2100 vosita mavjud. 2100 cholg'u. Hamma narsa bor. Broker haqidagi video sharhimni ko'rishingiz mumkin. Men savdo qiladigan barcha brokerlar ushbu video tavsifida keltirilgan. Albatta, ushbu videoga like bosishni unutmang va yana ko'rishamiz. Barchangizga tomosha qilganingiz uchun rahmat.